inson bolasi tezda bo'ladigan narsani yaxshi ko'radi. Tezroq pul topsa, tezroq bir maqsadiga yetsa, darrov bo'ladigan narsalarni xush ko'radi. Odamlarning aksariyati shunaqa. Shuning uchun oxiratni emas, shu dunyoning g'ami bilan yashaydi odamlarning ko'pchiligi. 30 ga kirganingda o'sha pul seniki bo'ladi desam, 30 ga kirishing juda ham qiyin bo'lib ketadi-da. 30 masalan 18 ga kirganingda dedi, bankdagi shotingga dedi, seni pulingga o'tadi deydi. Desa, hech 18 ga kira olmaysan-da. Chunki nima qilyapsan? Shoshqaloqlik. Bu yaxshi narsami, yomon narsami? Yomon narsa. Bu insonni tabiatidagi zaif nuqtalardan bittasi. Qarang, mana oqil inson ertaga ustiga keladigan narsani tayyorgarligi bilan yashaydi. Masalan, bu dunyoda 50 yil, 60 yil, 70 yil yasharsiz, ketasiz. O'lim hamon ustiga kelishligi haq. Bunda nima yo'q? Shubha yo'q. Oqil odam ustiga aniq keladigan kunga tayyorgarlik ko'radi. Bundan ko'ra oxiroq inson bo'lmaydi. Inson keng hovlini yaxshi ko'radi, qimmat mashinani yaxshi ko'radi, go'zal ayolni, naqd huzur halovatni. Tezroq yetishligiga harakat qiladi. Ehtimol bu narsa unga nima qilar? Zarar qiladi. Hozirgilar yoshlar shunaqa bir ruhda tarbiya topyaptiki, ehtimol avvalam shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak edi. Hamma narsani zudlik bilan bo'lishini xohlaydi. Unaqa bo'ladimi? Unaqa bo'lmaydi. Chunki Alloh azza va jalla bu olamni necha kunda yaratdi? Ana Alloh taolo qodir emasmidi bo'ldi bo'ldirib qo'yishlikka, lekin bosqich qildi. Shundan ko'raylikki, hech qaysi narsa tez bo'lmaydi. Shuning uchun odam bolasi shu dunyoni o'zigagina emas, o'limidan keyingi narsani tanlasa, Allohning nazdida hurmati ziyoda bo'ladi. Chunki tabiatiga xilof ish qilyapti-da u. O'zi shoshqalog'ida naqdni yaxshi ko'rardi, lekin naqd qo'yib oxiratnikini ustun qo'ygani uchun Allohning nazdida hurmati ziyoda bo'ladi. Payg'ambarimiz aytganlar, o'zini nafsini sindirgan va o'limdan keyingi narsa uchun amal qilgan kishi haqiqiy xushyor kishidir. Endi ojiz kishi kim? Nafsini havosiga bo'ysundirib turib, Allohdan umid qilgan kishi. Biz oqilmizmi, ojiz bo'lamizmi? Qana bo'lamiz? Biz oqil bo'lishimiz kerak. Insondagi zaif nuqtalardan zaif, shoshqaloq, uchinchisi betoqatlik, besabrlik. Astagfirullah. Innal insana xuliqa halu'a. Bar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Ida massahu sharru jazua. Qachon unga yomonlik, kulfat yetib qolsa, o'ta besabrlik qilguchidir. Bir odam yomonroq kasalga gumon qilindida analiz topshirib keldi. Analizni borib topshirdi, kechasi bilan uxlamaydi. Toqat qilmaydi. Nima bo'ldi ekan? Qana bo'ldi ekan? Bo'larmikin, bo'lmasmikin? Inson shoshib ketadi. Savdogarlar agar ishlab chiqarishga o'tsa, shoshqaloqligi ko'rinib qoladi. Chunki savdogarlar boradi, 10 ming dollar molni olib keladi-da, bir oy 2 oyda sotadi, darrov 12 ming bo'ladi. Ishlab chiqarayotganlarda bu shoshqaloqlik bo'lmaydi. Chunki u ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerak 1. Tovarni sifatli qilish kerak 2. Tarqatish kerak 3. Xalq orasida bir ommaviy bo'lishini kutish kerak 3-chi, 4-yilga borganda foydaga yetib ilashadi. Savdogarlarda nima bo'ladi? Qancha pul topamiz deydi. Shuning uchun ishlab chiqaruvchi bilan savdogarni farqlardan bittasi shu bo'ladi. Savdogarlar ishlab chiqarishdan yo'lga qo'yishimiz kerak. Ko'p aytaman, olib kelib sotishni uddaladinglar 25 yil, qoyil. Rahmat, buni ebladinglar, uddasidan chiqdinglar. Endi ishlab chiqarishlik qo'limizdan keladimi? Unga nima kerak? Bu ishlab chiqarish qilayotganlarga yomon yoqyapti shu gaplarim hozir. To'g'rimi? Mehnatda bu, sabr, toqat. Inson demak zaif, inson shoshqaloq, inson betoqat. Kishi o'zini salomatligi haqida g'am qiladi, rizq haqida g'am qiladi. Mana shu ikkita narsasiga kimdir tajovuz qilsa yoki bo'lmasam zarar yetkazib qo'yishi mumkinligini gumon qilsa, nima qiladi? Alloh yig'laydi. Men do'koningni yoptirib yuboraman seni deydi. Men mana shu yerda do'konni yo'q qilaman desa, kimga yig'laysiz? Mansabdor aytdi-da uni. Nima deydi? Kimga aytadi? O'zi asli uni ishini yurgizadigan odam aytibdi, yopaman do'koningni deyapti. Kimga yig'laydi? Allohga yig'laydimi? Demak, mana shu shoshqaloqligi, besabrligi, zaifligi uni foydasiga bo'ldi.
Alloh o'zining eshigini oldiga olib kelishini xohladi, mana shuni zaif nuqtalar bilan.